Aviasales orqali mustaqil aviabilet sotib olish tartibi. Aviasales prilojeniyasiga kiramiz. Shu joyga qayerdan qayerga uchmoqchi ekanligimizni ko'rsatamiz. Masalan, Moskva Toshkent, Ufa Toshkent yoki O'zbekistonning qaysi shahridan qaysi shaharga kelayotganimizni ko'rsatamiz. Hozirgi biletni Ufa Toshkent yo'nalishi bo'yicha olamiz. Sanani tanlaymiz. Hozir biz 2-oktyabr sanasini belgilaymiz. Siz o'zingizga qulay bo'lgan sanani tanlaysiz. Har bir sana tagida reys narxlari ko'rsatilgan. O'sha yerga qarab, qaysi kunga arzonroq bo'lsa, o'sha kun sizga ketish qulay bo'lsa, o'sha kunni belgilaysiz. Shu sahifa chiqadi. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri reyslarni ko'rishimiz mumkin. Narxlarni ko'rib chiqamiz. Bagajimiz yo'q bo'lsa, birinchi ko'rsatilgan YTR biletini olsak bo'ladi. Agar bagajimiz bor bo'lsa, pastda 15.127 rubley qilib ko'rsatilgan O'zbekiston Airways'dan bilet olsak bo'ladi. Chunki YTRda bagaj bilan 17.187 rubley ko'rsatilgan. O'zbekiston Airways'da esa 16.712 rubley ko'rsatilgan. Bizga O'zbekiston Airways biletini olish arzonroqqa tushadi. $16.712 rubleylik biletni tanlaymiz. Shu joyga ism-familiyamizni lotin harfida yozamiz. Tug'ilgan sanamizni ko'rsatamiz. Fuqaroligimiz va jinsimizni ko'rsatamiz. Pasport seriya nomerini va amal qilish muddatini yozamiz. Telefon nomerimiz va email pochtamizni 2 marta bu yerga yozamiz. Shu joydagi katakchalarni hammasiga galочка qo'yib chiqamiz. O'zbekiston fuqarolariga Rossiyaga kelib ketish uchun viza kerak bo'lmaganligi sababli "Мне viza не нужна" tugmasini bosamiz. Ism, familiya, tug'ilgan sana va pasport seriya nomerlarini amal qilish muddatini yana bir tekshirib olamiz. Shu joyga galочка qo'yamiz. Оплатитni bosamiz. SPBni tanlaymiz. Sberbank orqali to'lamoqchi bo'lganim uchun Sberbankni tanlayman. Bilet elektronniy pochtamizga keladi. Biletni ochib, bemalol ko'rib chiqishimiz mumkin.